Qizlarimiz bilan biz bunday ko'rinishda ekanimizga hayron bo'layotgandirsiz. Shohsanam, bu qo'lingizda kitob bor ekan. Kitob o'qiymizmi? Chaqchaqlashamiz bugun. Hammamizning qo'limizda piknik uchun mevalar, shirinliklar. Muhimi bugun biz doiradan tashqarida reality showsini o'ziga xos sonini, maxsus hisobot sonini o'tkazamiz va kayfiyatni ko'taramiz. Demak, ketdik qizlar. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Demak, biz yana doiradan tashqarida ko'rsatuvdamiz. Ko'rsatuv hayotimda juda ham katta o'rin egalladi deb o'ylayman. Bu ko'rsatuv o'zingizda yo'q iste'dodingizni yuzaga chiqarish uchun juda ham katta imkoniyat beradi. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin shart emas, lekin biz o'zimiz uchun kim g'olibligini aniq bildik. Mana bugun ko'rsatuvni oxirgi jarayonlarga yetib keldik. Oy, kapallikda tortilmaga olmayapsizlar. Bizdan keyingi mavsumdagi ishtirokchilarga omad tilayman. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring, qalbim uchun kifoya sening shirin so'zlaring. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter, Mars, and other worlds. Hold my hand. Mana shu raqsni nima ekanini, ya'ni original variantini siz aynan ko'rsatuvni tomosha qilsangizgina bilib olasiz. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Demak, bizni har yakshanba oqshomi tomosha qilishingiz mumkin. Doiradan tashqarida loyihasi albatta yoshlarda. Go'zallik, qaranglar qizlar go'zallikka. Assalomu alaykum azizlar. Yoshlar telekanali e'tiboringizga doiradan tashqarida reality showsini havola etadi. Bugun biz qizlarimiz bilan tabiat og'ushidamiz va bizni ko'riboq hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Nima bugun qizlar ro'zg'or ishlarida o'zlarini sinab ko'rishadimi deyotgan bo'lsangiz kerak. Keling bu haqida ularning o'zidan so'raymiz. Bugun biz rostdan ham ajoyib bir tabiat qo'yniga keldik. Aynan doiradan tashqarida bo'lyapmiz. Bugun to'g'rimi? Albatta. Mana shunday chiroyli manzarali joyga kelib, qizlar, yangi qizlar bilan tanishib, chaqchaqlashamiz bugun. Tabiat qo'ynida qizlar bilan toza havoda piknik uyushtirish fikri menga yoqdi. Bu fikr menimcha hamma qizlarimizga birdek ma'qul bo'lgan bo'lsa kerak. Qizlar yoqdimi sizlarga ham bu fikr? Albatta. Havo juda ham zo'r. Hammamizning qo'limizda piknik uchun mevalar, shirinliklar. Xullas, bugun qizlar chinakamiga hordiq chiqaramiz, lekin qizlar juda xursand, xotirjam. Faqat dam olamiz xolos deb o'ylashmoqda, lekin doiradan tashqarida reality showsida faqatgina bu emas, balki qizlar doimo o'ziga xos shartlar bilan sinalishadi. Shohsanam, bu qo'lingizda kitob bor ekan. Kitob o'qiymizmi? Qo'limdagi kitob ham bejiz bu yerga kelib qolgani yo'q. Bu shartning bir qismi, hozircha bu haqda aytmay turaman va sizlarga hozirlab qo'ygan yana boshqa shartlarim ham bor. Demak, bugun ko'rsatuvimizning hisobot sonini e'tiboringizga havola etamiz. Qani, ketdik qizlar. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Demak, biz yana doiradan tashqarida ko'rsatuvdamiz. Bu ko'rsatuv meni hayotimda juda ham ko'p ajoyib lahzalarni qoldirdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Aynan o'sha 4-mavsumda Hanifa opalarim yana ba'zi bir qizlar bilan ko'cha supurgan dam umuman esimdan chiqmaydi desam adashmagan bo'laman.
Men 3-mavsum g'olibiman va bu ko'rsatuvda yutganimdan so'ng menga 3 oylik kursga vaucher berishgandi. Men Ifatli kelin o'quv markazini bitirib, diplom sohibasiga aylandim. Ismim Hanifa, 4-mavsum g'olibiga aylanganman. Shu paytgacha piknikka faqat oilaviy chiqqanmiz. Aynan tanimagan insonlarim, qizlar bilan umuman piknikka chiqmaganman. Menimcha hozir ular bilan tanishish orqali mana shu piknik ham menga o'zgacha zavq beradi deb o'ylayman. Shuning uchun ham qizlarga bu loyihada albatta ishtirok etishlarini maslahat bergan bo'lardim. Bugun biz yangi mavsum qizlari bilan yaqindan tanishdik. Ushbu loyiha bizni birdamlikka saqlashga yordam berdi hamda bilmagan narsalarimizni o'rganib oldik. Bugun biz qizlar bilan piknik uyushtirdik. Oldinda juda ham qiziqarli shartlar bor ekan. Bularni ham albatta yaxshigina bajaramiz degan umiddamiz. Oy, kampaniya nimaga olmayapsizlar? Keyingi hafta loyihamizni finali bo'lib o'tadi. Bunda hakamlarimiz oldida loyihani g'olibi kim ekanligi e'lon qilinadi. Bu finalga kelishimizgacha juda ham ko'p qadamlarni bosib o'tdik, ko'p mashaqqatlar chekdik ham desak bo'ladi, lekin men bu ko'rsatuvga kelganimga hech ham achimayman, chunki bu ko'rsatuv o'zidan-o'zi hayotimga shunaqangi quvnoq, pozitiv xotiralarni olib keldi. Shunaqa ko'rsatuv bo'lyapti, qatnashasizlarmi qizlar deb biz bilan savol-javoblar qilganlarida menga juda ham yoqqan edi. Menga shu narsa xuddi men borishim kerak, qatnashishim kerak degan narsa hayolimga keldi va shu narsa bo'ldi. Men bu ko'rsatuvga qatnashganimdan juda ham xursandman. Bizlarga kasting olishga kelgan paytida shunaqangi xursand bo'ldimki va bu ko'rsatuv, ya'ni meni hayotimda eng birinchi ko'rsatuvim, ya'ni o'sha televizorga chiqishlar, hayotimdagi doiramdan tashqaridagi vaziyatlarda o'zimni sinab ko'rishlarim uchun menga eng pozitivniy ko'rsatuv bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Shunaqangi chiroyli kayfiyatda, xudo xohlasa, bugungi ko'rsatuvimizni ham o'tkazib olamiz. Bugun kayfiyatim juda ham zo'r. Doiradan tashqarida ko'rsatuvga yana bir bor mehmon qilib chaqirganinglar uchun va yana yangi shartlar bilan bizlarni sinamoqchi bo'lganinglar uchun rahmat. Va bugun yana mana bunday botanika bog'iga kelib turibmiz. Tabiatni qarang, go'zalligini qarang. Xuddi o'zimga o'xshab deb hazillashdim albatta. Bugungi kun, bugungi dam albatta zo'r bo'ladi. Bizni kuzating. Demak, boshladik. Doiradan tashqarida loyihasini muntazam ravishda kuzatib, ko'rib borayotgan aziz muxlislar, qizlarimizga yana qanday shartlar berishimizni istagan bo'lar edingiz? O'z fikrlaringizni, yo'llashingizni so'rab qolamiz. Ko'rib turganingizdek, qizlarimiz hozir raqs tushmoqda. Ular raqqosalik borasida sinovdan o'tyaptilarmi degan bir fikr ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Buni, ya'ni mana shu raqsni nima ekanini, ya'ni original variantini siz aynan ko'rsatuvni tomosha qilsangizgina bilib olasiz. Demak, loyihani tomosha qilib boring. Mana joy yaxshi ekan, shu yerda o'tirsak, nima deysizlar qizlar? Joylashamiz shu yerga. Qani moqariga yordam beramiz. Biz hozir qizlarimiz bilan mana shunday chiroyli tabiat qo'yniga keldik. Ular darhol ishga kirishib ketishdi. Men birozgina ularga yordam bergan bo'ldim va
siz aziz muxlislarimiz bilan suhbatga oshiqdim. Qizlarimiz tayyorgarlik ko'rib turgunlarga qadar biz o'tgan dasturlarimizni esga olamiz va bugun qizlarimiz bilan qanday shartlarni bajarishimizni birozdan keyin bilib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Qani, boshladik. Bu loyihada qatnashgandan juda ham xursandman. Bu loyiha meni televideniyadagi birinchi ishtirok etgan loyiham bo'ldi. Aynan 4-mavsum qizlari bilan qatnashganimizda hech birimiz hayolimizda men g'olib bo'laman, biz g'olib bo'lamiz degan narsa bo'lmagan. Aynan jarayonni o'zida biz bir-birimiz bilan chiqishib, qandaydir juda zo'r bir-birimiz bilan tanishib ketganmiz. Hech ham hayolimizda u g'olib bo'lamiz yoki mag'lub bo'lamiz degan narsa bo'lmagan. Lekin o'sha jarayon bilan g'olib bo'lish orasidagi masofa yer bilan osmonchalik desam to'g'ri bo'ladi. Chunki agar sendan g'oliblikni so'raysa yoki mana shu jarayonda qatnashish xohlaysanmi desa, men albatta jarayonni aytgan bo'lardim. Chunki meni hayotimda o'chmas iz qoldirgan. Ko'rsatuv davomida kechayotgan har xil vaziyatlar, yangi odamlar, yangi shartlar davomida biz ko'p narsalarni o'rganishga muvaffaq bo'ldik. Doiradan tashqarida ko'rsatuvning barcha ijodkorlariga, qolaversa Shohsanam opamga ham kattakon rahmat. Men o'quv markazida tibbiyot yo'nalishini 3 oylik kursini bitirdim, ya'ni hamshiralikka o'qidim. 3 oylik kursni bitirib, mana qo'limga diplomni ham oldim. Hozirgi kunda uydagilarimga bemalol tibbiy muolajalarni qilishda davom etmoqdaman. Kattakon rahmat. Birinchi ko'rsatuvdan shu kiyimlarni kiyganimiz, ikkinchi ko'rsatuvda yerlarni chopib, ko'lab daraxtlayotganimiz hech ham esimdan chiqmaydi. Hayotda birinchi marta qilgan ishlarimni qildim. Umuman menga juda ham yorqin xotiralarni esga olib qoldi bu ko'rsatuv. Ijodkorlariga, hamma operatorlarimizga, zvuk rejissyor juda ham katta rahmat aytaman. Men hayotimga shunaqangi ko'p pozitiv ruhiyatga boy xotiralarni olib kelganlari uchun shu ko'rsatuvga kelganimdan xursandman, chin dildan. Boshqa qizlarga ham tavsiyam shuki, ko'rsatuvga kelinglar, ishtirok etinglar. Dunyo qarashinglar ayniqsa ko'p bo'ladi, boyiydi. Kadr ortidagi insonlar bilan biz juda ham inoq bo'lib, ahil bo'lib ketdik. Ko'rsatuvdan keyin ham umid qilamanki, shu bir-birimiz bilan bog'lanib ko'rishib turamiz degan umiddaman. Ko'rsatuv haqida juda ham ko'p qiziqarli voqealar yodimda qoldi desam adashmagan bo'laman. Masalan qilib olganda, kinologiya markazida itlar bilan o'tgan shartimiz eng pozitiv shartlardan biri bo'lgan. Eng oxirgi shartimiz muxbirlik shartida sotuvchi amaki bilan bo'lgan suhbat juda ham qiziqarli bo'lgan hamda o'zimga ibratli bo'lgan narsalarni o'rganganman o'sha kuni. Loyiha tugayotgandan qizlar bilan ozgincha xafamiz. Chunki bu yerda yangi tanishuvlar, yangi insonlar, yangi davra va yangi sharoitlar bo'ldi. Men loyihadan aynan shu narsani kutib kelgan edim. Aynan oila a'zolarim tomonidan, oyim yoki dadam tomonidan juda ham katta taassurotlar qoldirgan bu. Aynan ko'rib juda xursand bo'lishgan. Ularni ko'zlaridagi ishonchi, ularni yuzidagi tabassumni ko'rib, yana va yana harakat qilaman. Bunday jarayonlar meni o'zimga bo'lgan ishonchimni ham yanada oshiradi. Joylashib oldik. Muhimi, biz bugun yangi jamoa, ya'ni hali finalga yetib bormagan jamoa va o'tgan dasturlarimiz g'oliblari bilan uchrashdik va sizlar o'zaro tanishib olmoqdasiz. Tanishib oldik yaqindan. Bunaqangi bir o'ziga xos tabiat qo'ynidagi suhbat jarayonini uyushtirishimiz bejiz emas. Qizlarimizga bu kayfiyat bag'ishlamoqda. Bu haqda ularning o'zidan eshitamiz. Hozir biz hamma talabalarni ayni ishi avjiga chiqqan sessiya payti, hammamiz o'zimiz bilan ovora bo'lgan bitta paytda shunaqa tabiat qo'ynida toza havoda hammamizni yig'ib shunaqa sayr tashkil qilganingiz uchun kattakon rahmat. Bu ayni vaqtida bo'ldi. Kunimiz juda ham zo'r o'tdi qizlar bilan. Qizlar bugun doiralaridan tashqariga chiqishdi. Bugungi kunimiz zo'r o'tyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Aynan mana bunaqa hamma yaxshi ko'rgan narsalar ko'nglimni shunaqa ko'taryapti. Bular aytib o'tganlaridek sessiya, qayta topshirishlar, ustozlarning orqasidan yugurib, xullas kunimiz to'g'risi juda charchagandik. Bu ayni bizga bob bir piknik bo'ldi desak, umuman mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir narsa aytamiz, hozir qizlarimiz o'sha imtihonlar payti ekanini aytishyapti, lekin biz ularga zinhor xalaqit qilganimiz yo'q.
aksincha bu kabi birozgina xoli joyga chiqib o'ylab olish uchun, toza havodan nafas olish uchun imkoniyat bo'ldi. Bu esa o'qishda, ishlarida samaradorlikka erishishga yordam beradi o'rtoqlar. Biz esa qizlarimizni faqatgina dam oldirish bilan xayr demaymiz, balki aytganimdek biz ularga shartlar hozirlab qo'yganmiz. Men esa birinchi shartni e'lon qilaman. Aziz qizlarjon, doiradan tashqarida reality showsda ishtirok etish istagidamisiz? Agar siz o'zingizga ishongan bo'lsangiz va albatta turli shartlarni bajarishga tayyorman deb hisoblasangiz, ekraningizda namoyish qilinayotgan Telegram manzillariga o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot va albatta suratingizni jo'nating. Biz siz bilan bog'lanamiz va albatta kastingda ishtirok etasiz hamda g'olib bo'lishingizda sizlarga omad tilaymiz. Demak, birinchi shartni e'lon qilaman dedim, qizlar. Rahmat. Demak, buning uchun kerakli bo'lgan anjomlarni olib kelganman. Nima anjomlar bo'lishi mumkin degan savol. Qizlarjon, hozir sizlarga mana shu nima ko'rinyapti ko'zingizga? Pichoqlar. Ular mittagina oshxona pichoqlari va bu pichoqlar yordamida biz hozir mana bu ko'rib turgan olmalaringizni chiroyli qilib artishimiz kerak. Odatda kundalik ishlari bu qizlarning, bu yangilik emas, lekin hozir beriladigan shart, buning murakkabligi shundaki, olmani mana shu ustki qismini archiyotgan vaqtda ular qo'llarini uzmasliklari kerak toki so'nggi yetgunga qadar. Tushunarlimi qizlar? Tushunarli. Marhamat, men pichoqlarni qizlarga beraman. Mana pichoqni uzatishni o'z odobi bor. Garchi uning ustida o'rama qog'ozi bo'lsa-da. Marhamat. Marhamat va mana oxirgi marhamat. Moshira sharhlab turar ekan. Yaxshi. Unday bo'lsa, marhamat, olmalarni ham olasiz. Kim pichoq olgan bo'lsa, olmalarni ham oladi. Mohira, siz menga yordam bermoqdasiz. Shuning uchun siz vaqtga qarang. 1 daqiqa vaqt yakuniga qadar kim ulgura oladi va uzmasdan pichoq bilan ehtiyot bo'lib ishlang, qo'llaringizni kesib olmang. 1, 2, 3 ketdi. Boshladik. Qizlarimiz barakalla. Darhol harakatga tushib ketishdi. Pichog'ingiz o'tib kirmas ekan. Hammangizni pichog'ingiz bir xil holatda va bu pichoq yangi pichoq. Qatorda uzildi. Mana birinchi. Ko'ramiz kimning olmasi uzilmasdan yakunga yetar ekan. Shu bizga muhimroq. Ana. Hoshini ham uzasan. Uzilishni boshladi. Hanifani hali olmasi, Husnorani olmasi va Xulkarni olmasi uzilmadi. Demoqchi edim. O'zi uzilib tushdi. Xulkar bilan Husnorida hozir olma uzilmagan. Meniki ham uzildi. Lekin oxirga yetib keldi. Ozoda bilan Fazilat qog'oz yaxshi. Oxirgi ozgina qolganda mana Husnorani olmasi, Husnor o'zingiz ko'rsatib qo'ying. Oxirgi ozgina qolganda Husnorani olmasi uzildi, lekin biz Xulkardan umid qilyapmiz. Xulkar, bittagina Xulkar qoldi. Qoyil, Xulkarni olqishlaymiz. Lekin Ozoda hali davom etmoqda. Yakunga hali vaqt bor. Fazilat ham davom etmoqda. Umidini uzmagan holda ko'ramiz hozir hammanglar o'zinglarni olmanglar, ushlab tursanglar po'chog'ini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bo'ldi. Bo'ldi, qizlarimizni qiziqtirayotgan narsa bu uzunligi, ya'ni mana shu po'choqni, olmani ustini uzunligi. Lekin diqqat qiling, men hozir hali uzunligini o'lchamasdan oldin sharhlab ketaman. Yakunga qadar borgan qizlarimizdan Ozoda boshida mana shunchasini uzib xatolikka yo'l qo'ydi, lekin keyingi uni olma po'chog'ini usti uzilmasdan qoldi. Xulkar esa mutlaqo uzmagan holda so'nggiga qadar bu ishni amalga oshirdi. Demak, uzunligini o'lchashdan avval biz uni g'oliblik bilan tabriklaymiz. Ana endi kimni olma po'chog'i uzunroq ekan, shuni ko'ramiz. Hamma ko'tarsin. Eng kattasi o'zim. Xo'p, mana bu Ozodaniki, chalib ketmasligim kerak. Ana ko'ramiz. Qani kimni bo'yi baland? Husnoraniki, adashmasam.
Zo'r. Qizlar, qarang, bu ham bir mahorat. Carving usulida tarvuz, qovunlar, mevalar, olma, umuman har qanday mevani carving usulida nihoyatda chiroyli san'at asariga aylantirish mumkin. Bu esa bugun sizlar uchun qaysidir ma'noda bir tajriba bo'ldi. Uyga borganingizdan keyin olmani o'sha po'chog'ini uzmasdan artishni yana qayta mashq qiling va yaxshi natijaga erishing. Bizda esa ikkinchi shart. Demak, ikkinchi shartni e'lon qilaman. Ikkinchi shart ham sizlarga a'lo kayfiyat bag'ishlashiga ishonaman, qizlarjon. Buning uchun hozirlik ko'rilgan, ko'rib turganingizdek, chiroyli ro'molchalar va tugunchalar. Mana qo'lingizga ushlashingiz mumkin, hammangiz. Keling, yaxshisi hammangizga bittadan mana shu tugunchalarni tarqatib chiqamiz. Mana olishingiz mumkin. Hammaga yetdimi? Ochmay turasiz. Va hozir birinchi shart, bu yerda ikkita shart bir vaqtning o'zida. Birinchi shart mana shu tugunchani kim birinchi ochib bo'lishi, men ochdim deysiz. Va ikkinchi shart, uning ichida nima bo'lsa, unga kulgili tarzda ta'rif berishingiz kerak. Biz kulishimiz kerak buni. Qani kimni ta'rifiga qizlar ko'proq kular ekan, shuni biz g'olib deb e'lon qilamiz. Qani 1, 2, 3 ketdik. Men bo'ldim. Ozoda ikkinchi o'rinda, Mohlaroy. Bo'ldim. Mohira uchinchi o'rinda. 4-chi o'rinda Xulkar. Fazilat 5-chi o'rinda. Hanifa 6-chi o'rinda. Va nihoyat Husnora 7-chi o'rinda ro'molchani ochib bo'ldi. Ko'rsating men tomoshabinlarimizga, chunki juda ham detallarimiz mayda, kichkinagina, ularni ko'rib olishsin. Ana endi sizlar mana shu kimdan boshlaymiz kulgili ta'rifni? Mendan. Xulkar, tayyor ekanlar, boshladik. Xushtak. Bir kuni bir ayol eriga to'yimizdan oldin har doim eshigim tagiga kelib xushtak chalar desa, debdi. Eri unga javoban, "Ha, har doim xushtak chalib itingni chaqirardim, ammo sen yugurib chiqarding." degan ekan. Ovoz bormi xushtagingizni? Teskari chalmadingizmi, qani? To'g'ri chalyapsizmi? Xo'p, kim davom ettiradi? Men. Qani, Hanifa, marhamat. Qizim, baxtingdan ochaymi, taxtingdan ochaymi? Menga qara qizim, buni qara. Ipi ana baxt kelibdi senga qizim. Mana bu ko'zmunchog'i olsang, baxting ochilib ketadi qizim. Ha, xo'p, qancha buningiz? 25 mingga beraman qizim. Ol shuni. Baxtli bo'lib ketsan. Qara, chiroyli bacha kelibdi san tarafga. Qara qizim. Ana shuni olsang, shunday chiroyli oila bo'lasizlar qizim. Ol 25 mingga beraman. Hamma 30 ming sotyapti, men senga 25 mingga beraman qizim. Ol shuni. Baxting ochiladi qizim. Ana sizga xaridor topildi. Bu bilganingizda Lola obraziga kirdim. Hammamizga tanish bo'lgan Lolalar. Shunaqa ko'zmunchoqlarni ko'rsam, shular esimga tushib ketadi. Afarin. Xo'p, uchinchi bo'lib kim bajaradi bu shartni? Demak, navbatdagi ta'rifni bizga Mohlaroy bermoqchi. Boshladik. Menga batareyka tushibdi. Bu batareyka birinchisi aytmoqchiman, hamma onalarni yosh bolalari bo'ladi. Hamma onalar shu bolalarim qachon batareykasi tugirkin, qachon tezroq uxlarkin deb kutadi-da. Shu tezroq tugasa, tezroq dam olsam, mana ishlarim qolsam deb kutadi. Batareykani qanaqa to'ldirish mumkin? Bugun biz hammamiz charchadik, batareykamiz kamadi, lekin bizning operatorlarimiz bor. Shunaqangi ikkita operatorimiz bor. Bizani jig'imizga tegib, asabimizni bosib, ular batareykasini to'ldirib olyapti. Bu ikkinchi ta'rifim. Demak, batareykaga berilgan ta'rif ana shunday edi Mohlaroy tomonidan. Olqishlar eshitilmadi. Rahmat, maslahat uchun. Keyingi ta'rif Husnoradan. Shu magazinga kirib, olmani olib, ishtaha bilan bitta tishlasang, yarmida qurtni u tomoni, yarmida bu tomoni tursa bo'lmaydi-da. Husnoraga mana ko'rib turganingizdek rostdan nima tushganini ko'rsatib qo'ying. Qurt tushgan mana. Ana shunaqa. Lekin ta'rif menga yoqdi. Zo'r. Qani keyingi qizimiz Mohira. Nihoyat kutilgan damlar menga buni berishdi. Ya'ni buni to'g'nog'inchligini hozir bildim. Bizda bunaqa deyishmasdi. Nima deyshadi? Shevada ayting. Bizda igna tugma deydi buni. Lekin bu yerda Namanganda igna tugma deydi. Bu yerda to'g'nog'ich deyilar ekan. Endi bunga ta'rif beradigan bo'lsak,
qizlar, oila sizlarga bir razmer yoki kattaroq shim olib beradigan bo'lsa-da, hech ham xavotirlanmanglar. Bu joylarga borib, "Buvijon to'g'nog'ich berib turing" deb turib, shuni bitta rezinkani o'tkazib, bemalol kiyib yuraverasizlar. Mana sizlarga maslahatim. Aferin. Qizlarimizdan yaxshi hangomachilar chiqib qoldi. Buni qaranglar, boshda o'ylab turishganda, lekin yomon emas. Askiyachilar jamoasi. Xo'p, keyingi qizimiz kim bo'ladi endi? Bizning demak so'nggi ta'rif berguvchi qizimiz bu Fazilat. Eshitamiz. Menimcha bu narsani yaxshi ko'rmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Biz buni ko'rishimiz bilan, hattoki eshitishimiz bilan o'zida so'lak bezlarimiz ishlab ketadi. Lekin bilasizlarmi, hozir bitta sirni ochaman. To'xtab turing. Buni ko'rishimiz bilan so'lak bezlarimiz ishlab ketadi, yegimiz kelib ketadi dedilar-ku. Qaranglar, bu yog'ini ko'rsatib turibdilar. Yarmini qarang, qurt qani? Bu butun qurt edi. Ta'rifga yetib kelgunga qadar yarmi yo'q, yarmi Fazilatning qornida. Gapimni isboti. Gapingiz isboti, to'g'ri. Yoqimli ishtaha. Va mana qizlarimizdan biz quvnoq ta'riflarni eshitdik. Qarang, biz hech qanday tayyorgarlik ko'rmagansiz, to'g'rimi? Tayyorgarlik qilinmagan. Aynan mana shu ta'riflar bo'yicha qizlarimizga kutilmaganda biz o'ralgan tugunlarni berdik va ular tezkorlik bilan xayollariga kelgan ta'riflarni aytishdi va bizni, sizni kuldira olishdi menimcha. Qizlarimiz ana shunday mahoratli va improvizatsiya ularning qo'lidan keladi. Hozir men ularga tuhfa sifatida gitara chalib berish uchun, qo'shiq kuylab berish uchun Humoyunni taklif qilganman. Va biz Humoyun bilan birgalikda narigi tomonga o'tamiz va u yerda musiqiy lahzalarga navbat beramiz. Ketdik. O'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Go'zalim, men iqror bo'ldim shunga, o'xshamaysan hech kimga. Go'zalsan sen juda, sevonman balki men shunga. Loyiha haqida gapiradigan bo'lsam, qatnashmoqchi bo'lgan qizlarga tavsiyam, bu ko'rsatuv o'zingizda yo'q iste'dodingizni yuzaga chiqarish uchun juda ham katta imkoniyat beradi. O'zimiz tanimagan, bilmagan qizlarning ichida yurish, ularni o'rganish, kuzatish orqali juda ham ko'p narsalarni o'rganishingiz mumkin. Final soniga ozgina muddat qolganini aytib o'tmoqchiman, lekin men bu finalgacha 3 ta qiz bilan yetib keldik. Bu 3 ta qiz bilan men juda ham aql, inoq bo'lib ketdim. Uni oldin bitta Fazilat
faoliyatni tanigan bo'lsam, lekin Ozoda degan qizimiz bor, u bilan juda ham yaqin do'st bo'lib ketdik. Bu ko'rsatuv shunaqangi tez o'tib ketdi. Mana bugun ko'rsatuvni oxirgi jarayonlarga yetib keldik. Bu ko'rsatuvda juda ham aql bo'lib til topishib ketdik. Kuchimiz teng bo'lib, Mahlaroyim aytganlaridek hammamiz do'stlik g'alaba qozonishni kutyapmiz. Chunki bu ko'rsatuvda biz g'alaba qozonish emas, maqsadimiz. Bu loyihani boshlanishi ham juda ham chiroyli edi, yakuniga ham juda ham chiroyli bo'lib yakunlanyapti. Buni orqasida katta mehnat qilayotgan ahil inoq komandamiz turibdi. Bu komandadagilar bilan biz juda ham tez chiqishib ketdik. Hammaligi ko'ngli ochiq, samimiy bo'lgan va o'zini ishini yaxshi ko'rib, xursand bo'lib qilayotgan insonlar. Shuning uchun ham bizga bu qiyinchilik tug'dirmadi. Yana bir narsani aytmoqchiman. Misol uchun, yo'q qo'limdan kelmaydi, eplolmayman deydigan qizlar uchun bu loyiha juda ham mos keladi. Biz ham ba'zi shartlarda bu qo'limizdan kelmasa kerak deb ozgina harakatimiz orqali qo'limizdan nimalar kelishini mana shu loyiha orqali yuzaga chiqarib berdik. Umid qilamanki, finalda hakamlarimizdan bitta narsani so'rab qolaman. Bizda do'stlik g'alaba qozonishini, bizga hech qanaqa sovg'a kerak emas, lekin bizga do'stlik g'alaba qozonsa, hammamiz birdek ko'rib, tabriklashsa xursand bo'lardik, shuni iltimos qilib qolardik. Bizga hech qanaqa ajratish shart emas. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin shart emas, lekin biz o'zimiz uchun kim g'olibligini aniq bildik. Ya'ni biz uchalamiz ham g'olibmiz. Ko'rsatuvda kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar, men har bitta yonimdagi ishtirok etgan qiz uchun chin dilimdan xursandman, chunki loyihada muhimi ishtirok. Oldinda mana 7-mavsum kelyapti va tanlab olingan barcha qizlarga omad tilab qolaman. Mana biz musiqiy tanaffusdan yana mana shu dasturxon atrofiga jam bo'ldik. Qizlar, musiqiy tanaffus sizlarga yoqdimi? Kayfiyat bag'ishladimi? Juda ham yoqdi. Bugun yig'ilgan jamoamizda hamma qizlar qo'shiq aytishni yaxshi ko'rishar ekan. Ular bilan kelishgan holatda bitta qo'shiqni tanlab, maza qilib aytdik va o'zimiz maza qildik. O'zimizga juda ham yoqdi. Gitaralar ham hamnafas bo'lib, zo'r chiqdi degan umiddaman. O'zingizlar endi baho berasizlar. Zo'r bo'ldi. Aynan meni orzuyim edi shunaqa gitara bilan birga qo'shiq aytish va bu mana shu ko'rsatuv tufayli orzuyim amalga oshdi desam adashmagan bo'laman. Zo'r bo'ldi. O'zi aslida Humoyun sizlarga qo'shiq kuylab berish uchun kelgan edi. Va birozdan keyin bu ishni amalga oshiramiz ham, dastur so'ngida undan ham bir qo'shiq eshitamiz, lekin qizlarimiz o'z istaklarini unga bildirgan holda biz qo'shiq kuylaylik deb o'zlari ijrochiga aylanishdi. Humoyun esa ularga gitara chalib berdi. Qo'shiqni ham yaxshi aytdinglar. Menga juda yoqdi. Biz esa 6-mavsumda o'zlarini har qanday shartlarda sinashga astoydil bel bog'lagan va finalni kutayotgan qizlarimizga omad tilab qolamiz. O'tgan mavsum g'oliblari singari siz ham g'oliblikni qo'lga kiriting va eng muhimi qizlarimiz o'zlari ta'kidlashdi, muhimi g'oliblik emas, muhimi ishtirok va albatta qaysidir ma'noda o'zingga bo'lgan ishonchni oshira olish. Agarda loyihamiz sizda ishtirok etayotgan qizlarda ozgina bo'lsa, o'zingizga nisbatan ishonchni oshirayotgan bo'lsa, do'st orttirishga yordam berayotgan bo'lsa va albatta kelgusida hayotingizda yorqin xotiralar bilan esga olishingizda ko'mak bera olsa, biz bundan xursandmiz. Hozir esa qizlarimiz sizlarga va'da qilganimdek, biz Humoyundan chiroyli bir tarona tinglaymiz. Uning yonida jo'raboz bo'lamiz. Ketdik. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter, Mars, and other worlds. Hold my hand, and other worlds, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for.
for all I watch and adore. And all the words, please be true. And all the words, and all the words, I love you. Azizlar, yoshlar telekanali doiradan tashqarida loyihasi orqali sizlarga ana shunday go'zal onlarni, kayfiyatingizga kayfiyat qo'shadigan onlarni taqdim etadi. Demak, bizni har yakshanba oqshomi tomosha qilishingiz mumkin. Doiradan tashqarida loyihasi albatta yoshlarda. Demak, azizlar, 6-mavsumning so'nggi shartiga ham yetib keldik. Bugun qizlarimiz yelkasiga yana bir mas'uliyatli shartni vazifa qilib bermoqdamiz. Birinchi manzilimiz Amir Temur xiyoboni bo'ladi. Mustaqillikka kiradimizmi? Yunusobodda. MDH davlatlari orasida eng chiroyli, eng qadimgi bog'lardan bittasi hisoblanadi. Shartlar tugayotganidan sal kayfiyatim yo'q. Sizning bugun turistlaringiz tomoshabinlar bo'lishadi. Ular diqqat bilan eshitadi. Siz qanaqa ma'lumot beryapsiz, to'g'ri beryapsizmi, yo'qmi? Harakat qilaman yana ko'proq ma'lumotlar berib o'tishga. Televideniyada chiqishga qiziqishi baland bir qizni ko'rdim. Bu maskanga respublikamizning turli xil hududlaridan sayyohlar tashrif buyurishadi. Bilmagan taqdiringizda ham biladigandek tutishingiz kerakdir, balkim bilmadim agar. Bog'ning kolleksiyasida 2000 dan ortiq o'simlik turlari mavjud. Qoidalarga bo'ysunib o'tamiz. Boshqa lokatsiyada davom ettiramiz qolganlarini. Bizni har yakshanba yoshlar telekanalida tomosha qiling. Azizlar, loyihamizning o'ziga xos soni yakuniga yetib bormoqda. Bugun qizlarimiz bilan chinakamiga quvnoq va zavqli onlarga to'ldik. Hech ham xayrlashishimiz kelmadi, lekin na iloj dasturimiz uchun ajratilgan vaqt va albatta oldinda final onlari. Biz bilan kelgusi dasturimizda ham birga bo'ling deymiz va albatta doiradan tashqarida reality showda ishtirok etish istagida bo'lgan qizlar uchun bu loyihaning eshigi ochiq ekanligini yana bir karra eslatib o'tamiz. Hozircha esa xayr, omon bo'ling.